Restoranlardan haliyam pallon, pulga sotib olib yurgan taomillarni oddiygina masalliqlardan birga bir qilib o'rgatib qo'yaman. Xo'sh, birinchi tovaga sariyog' va eng sifatli bo'rgis zaytun yog'idan solib, oldindan iritilgan guruchimizni solib, hamma joyiga yog' teqizib qovuramiz. Tuz va ko'mguncha suv solib, 15 minutga pasolovga dimlab qo'yamiz. Bu taom uchun ideal guruch shunaqa tayyorlanadi. Keyin tovuq filesini kubik qilib to'g'rab olamiz. Bu taomni umuman go'shtsiz qilsak ham bo'veradi. Tuz, ziravorli va taomimiz foydali bo'lishi uchun zaytun yog'i bilan marinovka qilib olamiz. Tovuqimizni yaxshilab tomat pastasi bilan qovurib, suv solib dimlab qo'yamiz. Pishgan issiq guruchimizga tuxum sariqlarini solib, aralashtirib sovutishga olib qo'yamiz. Hammasini gramajlarini opisaniyada qoldiraman. Endi taomimizning asosiy joyi alohida tovada chesnok, piyoz, sabzi, brokoli, gorох va jo'xorilarni yaxshilab qovurib olamiz. Ovushlarimizni bir chetga surib, tuxumoqlarni solib, videodagi qovurib olamiz va ovushlar bilan aralashtirib, ozgina soya solib, uni ham aralashtirib olamiz. Guruchni ozginadan solib, однородный bo'lguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi chiroyli tarelkaga solib, ustidan pishgan tovuqlarni solib, xohlagancha dekor qilib, dasturxonga tortamiz. Restorannikidan ham vkusni chiqadi, yetmaganga shunaqa to'yimli.